Nestvonga kelganmiz, o'rtoqlar. 250 ming dollar pulingiz bor. Nestvonning 8-etajida bir xonali kvartira sotib olgan bo'larmidingiz? Yoki uchastka? Kommentariyada nima sotib olishingizni yozib keting. Biz bu klientimizga kvartiralariga mebellarni yasab berganmiz. Kuxnalarimiz qalay chiqibdi? Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Qalay chiqibdi o'rtoqlar? Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Ishimiz yoqsa bitta like bosib ketinglar. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, poytaxt mailga murojaat qiling.